Mashriqangi dasturxonda 6 kishi 599 mingga ovqatlanib ketishga nima deysizlar? Bu set ichiga ikkita olivye salat, ikkita yaponskiy salat, bitta non assorti, suv, sokola va cheksiz choy kiradi. Assorti ichida koreyka go'shti, qiyma shashlik, tovuq oyoqlari, tovuq qanotchalari, kolbaski, garnirga kartoshka po-derivenskiy, jo'xori, pomidor, qo'ziqorin va salati kiradi. Bu oila setini 12 yildan beri o'z mijozlarini xursand qilib kelayotgan Toshkent restoranida yeb ko'rsangiz bo'ladi. Bu setni vaqti chegaralangan 30-noyabr kuni tugaydi. O'shaning uchun shoshilib qolinglar. Go'shtlari zo'r pishibdi. Tovuqlarining marinovkasi ham menga yoqdi. Agar set emas, alohida ovqatlanamiz desanglar, Toshkent restoranidan hamma milliy taomlarni topsangiz bo'ladi. Norinda ismi, osh, hash, qaynatma sho'rva, qozon kabob, xullas tanlov juda katta. O'tirishga alohida kabinalari, birinchi, ikkinchi qavatda umumiy zallari, kechqurun esa jonli musiqa eshitib, o'yin-kulgi qilib o'tirsanglar ham bo'ladi. Toshkent restorani Sebzor chorrahadan Yunusobod mostiga qarab yurganda o'ng qo'lda joylashgan. Ertalab 9 dan kechki 11 gacha ishlaydi. Bu videoni yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Ular ham foydalanib xursand bo'lib qolishsin.